Avvalambor assalomu alaykum YouTube kanalim a'zolari. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Shodlik ko'chasida joylashgan 45-domning 2-etajida joylashgan 3 xonali kvartiramiz sotiladi. Kimga qiziq bo'lsa kelib, real egalari bilan baraka qilishliklari mumkin. Eslatib o'tamiz, barcha mebel texnika, barcha jihozlari bilan qoladi. Ko'chib kirib yashashlik uchun tayyor sharoitda. Shuni sizlarga qisqacha video obzorini qilib beramiz. Qani ketdik. Bu joydan kirganda kattagina hol. Bu yerda choy ichib o'tiriladigan joy. Va ro'para qismimizda bitta oshxonamiz mavjud. Bu yerda bitta oshxonamiz. Asosiy eshikdan kirganda chap qo'l tarafda bitta kattalar yotoqxonasi mavjud. Bu yerda bitta kattalar yotoqxonasi. Va ro'parada barcha qulayliklarga ega polni Euro remont uslubida remont qilingan mehmonxonamiz mavjud. Bu yerda ajoyib mehmonxonamiz. Mehmonxonamizdan chiqqanda chap qo'l tarafda umumiy sanuzel joylashgan. Bu yerda ham sanuzelimiz oldida ham bitta xonamiz mavjud. Bu joyni bolalar xonasi qilib qo'yishligimiz mumkin. Narx-navosiga keladigan bo'lsa, kelishilgan holatda narx-navosi egalar raqamlarini kommentariyada qoldirib o'tamiz. Kelib, realni ko'zlaring bilan ko'rib, uyni ustida baraka qilishliklaring mumkin. Do'stlar, bizni kuzatishda davom etinglar. Obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. E'tiborlaringiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'linglar.